Bilarmidingiz, nega baliqchi katta mehnat bilan ushlagan lobsterni yana suvga tashlab yuboradi? Qo'lidagi g'alati asbob esa nima uchun kerak? Aslida bu lobsterlar soni kamayib ketmasligi uchun qo'yilgan qonunning bir qismi. Dengizdan tutilgan har bir lobster shu asbob bilan o'lchanadi. Agar u hali kichik bo'lsa, yana ulg'ayib, ko'payish yoshiga yetmagan bo'lsa, darhol suvga qaytariladi. Faqat qonuniy o'lchamga yetganlari olib qolinadi. Agar baliqchi tuxum ko'tarib yurgan urg'ochi lobsterni tutsa, uni dumiga kichik belgi qirqib qo'yib, yana dengizga qo'yib yuboradi. Bu belgi boshqa baliqchilar uchun ishora. Keyinroq tuxumsiz bo'lsa ham, u serhosil ekani bilinib turadi va yana qaytib qo'yib yuborish kerak. Eng qizig'i, juda katta, taxminan 60-80 yoshli lobsterlar ham olib qolinmaydi. Chunki lobster qancha katta va qari bo'lsa, shuncha ko'p nasl qoldiradi. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Tabiatni asrab qolish uchun bunday qonunlar kerakmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.